Assalomu alaykum, hurmatli birodarlarim, do'stlarim, mani tanigan, tanimagan yaqinlarim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglarni hurmat qilaman. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga harakat qilaman. Najmiddin Salimboy Husan o'g'li sudga kelmadi. Sudga kelganda unga gapiradigan gaplarim bor edi. Men uni haqorat qilib yoki sen ota-onangni hurmatini qilmaysan yoki prezidentga quloq solmaysan deb aytmoqchi emas edim. Faqat uni o'ziga kimligini bildirmoqchi edim. Hayotimizda rozi-rizolik bor, mehr-oqibat bor. Bilmadim endi. Men unga nima deb aytardim, nima deb aytmas edim, uni bilmayman-ku, lekin anaqa uni qo'ygan aybini ayb qo'yayotganda nimani his qilishini shuni bilmoqchi edim, xolos. Chunki odamlarni aybdor qilib, uni dilini og'ritish yaxshi emasligini unga bildirmoqchi edim. 2025-yil 2-noyabr ertalab 7:20 da qarama-qarshi yurgan deb mani aniqlabdi. Mana bu yerda aniqlagani to'g'ri. Men uni qilayotganim mana. Men anaqa Shalola mahallasida turaman, Qibray tumanida. Bu Korzinka 22 kilometr. 22 kilometr kelib, men shu yerda xato qilaman deb o'ylab kelamanmi, ataylab qilamanmi? Buyuk Ipak yo'ligadan keldim, mana bu tarafdan bir odamga uyiga non olib berish uchun. Men Korzinka bitta kruglov sotishni ishlaydi. Ertalab 7:20 da aniqlabdi. Значит, men buni oldiga 7 da keldim. 7 dan 10 minut o'tganda keldim. Deb buni orqamga chiqib ketyapman. Salimboy senga ko'rsatdim, menga keldim, mana bu odamda aylanib kirib keldim. Hech kim yo'q ertalab azonda. Deb mana bu yerdan mana shu joydan qaytib chiqyapman to'g'riga, mana bu yoqqa qayryapman. Mana bu yerga qayrilib keldim, ataylab chizib qo'ydim. Ani ma'militini ham chizib qo'ydim. Mana yana men bu yoqqa qayrilib ketyapman. Bu yoqqa ikkinchi tarafga chiqyapman. Mana bu yoqqa o'tib ketdim. Buni palasa deydi. Bu to'g'ri, bu yoq tarafdan bunda yuramiz. Hammamiz ko'cha shunaqa ko'cha. Bu yerda faqat ikkita chizuv yo'q, qarama-qarshi chizuv yo'q. Qarama-qarshi chizuv bo'lsa, men bu yerdan o'tmas edim. O'tishga haqqim yo'qligini bilardim. Qarama-qarshi yurganda. Mana shunaqa Salimboy. Senga endi palasani ko'rsatmoqchiman. Mana bu voqeada men bu anaqa qarama-qarshi yurib kelyapti. Mana bu qarama-qarshi yo'l belgisi. Bu buni ko'rsatadi. Mana bu endi bu yoqqa o'tgandan keyin bu yoqqa o'tdi. To'g'ri yo'lda kelayotgan anaqa mashina bunga endi yo'l beryapti deb bu yoqqa qochyapti. Bularni hozir aybini aytaman, ko'rsataman. Mana bu yoqqa o'tyapti, bu yoqqa ketyapti. Mana bu tosh turibdi. Bu toshni ko'rmayapti. Bu uchalovi ham tormoz bermayapti. Uni tormozi yo'q. Buni agar tormoz berganda hammasi hech qanaqa voqea bo'lmas edi.
Bunga mani aqlim yetadi. Sani aqling yetmaydi. Sen ayb ko'rasan. Sababini bilmaysan. Aybni sababi bo'ladi. Mana Gurzo'y bu yoqqa ketyapti, mana bu yoqqa u o'tib ketyapti. Mana bunga mana shikast yetkazdi. Mana buni ana bu toshga urilib ko'tarilib ketdi. Bular hammasi tormozi yo'qligidan. Ularni tormozi yo'q. Tormozi yo'q bo'lgani uchun mashinasida tormoz yo'q biladi. Bittasida ham tormoz ishlamaydi. Tormozi bu aqli bo'ladi. Aqli ishlamaydi bularni. Boshqarishni bilmaydi. Avtomobil boshqarishni bilmagandan keyin mana shu ahvolga keladi. Mana endi qara chochilib ketdi. Mana bu Gurzo'y bu yoqqa qayryapti. Najmiddinov, Salimboy mana. Mana shunga shu kerakmidi? Mana bu yoqqa qayrilib, bu ham avariya bo'ladi hozir. De, mana shunaqa. Shu narsalarni ko'rsatib, anaqa Salimboy senga ozgina saboq bermoqchi edim. Sen meni dilimni og'ritding. Yaxshi ish qilmading. Chunki men savob ish qildim. Lekin xato qilmadim. Aqlimdan qildim hammasini. Aqlsiz ish qilmadim. Ana aqlsizlik qanaqa bo'ladi? Men shuni senga ko'rsatmoqchi edim. Palasa ikkita bo'ladi. O'g'lim demoqchi edim. Sen bilan tanishmoqchi edim. Sen ota-onangga, prezidentga la'nat keltirmagin deb aytmoqchi edim. Sen deb hamma prezident yomon ko'radi, shuni bildirmoqchi edim. Buni isbotlab bermoqchi edim senga. Shu xolos, sen qo'rqoq kelmading, yaxshi ish qilmading. Kelganingda har holda ozgina saboq olarding, sen ham tarbiya olarding. Qilayotgan xatoyingni ko'rsatardim. 4 million qayerdan topib beraman? Sen shuni o'ylamadingmi deb sendan so'rardim. Qani men kimga ziyonim tegyapti deb senga aytardim. Vijdoning bormi? Sen odammisan deb so'rardim. Sen buni yozayotganingda o'ylamadingmi bu qanaqa pul to'laydi deb. Ertalab shu odam shaqa qanimaga keldi, sababini bilmasdan turadi. Sababini bilmasdan yo'q bo'lib ketishdi. Keyin u ham mayli-yu, Salimboy aeroportga kuzatib qo'ydim. Kechasi qo'shimmi? Men undan pul ishlamadim. Aeroportga borib qo'ydim. Yandex bo'lganim uchun. Yandex o'ylab kelishdi deb qo'shnilarim olib borib qo'ydilar aeroportga. Kechasi 3:30da men Najmiddinov, sen menga 60 kilometr, 67 kilometr yurding deb tuhmat qilding. Videosi yo'q. Bu anaqa mana qanaqa desam bo'ladi? Mana 13-iyunmi? 13-iyun, 15-iyunda Najmiddinov, Salimboy, Husan o'g'li. Kechasi aeroport yo'llarida qop-qorong'i. Necha pul jarima solding? Sen menga 375 millik paytida. Mana. Bu kechasi sen uxlamaysanmi? O'sha yerda turuvdingmi? O'shani ko'rmadim-ku seni bor turganingni. Salimboy, bu qanaqa qilib bu joni yo'q yozaverar ekan. Sen uni qanaqa ko'tini ko'rib topasizlar, shuni tushunmayman men. Aytdi anaqa emas, 67 emas, kechasi 70da. Shu mahalla bilasan 100 da yurishadi-ya kechasi. Mana shunaqa odamlar qo'lga tushaverar ekan. Salimboy keyin men aytga tushunmadim. Haligi palasaga qo'yilgan anaqada, to'g'rimi? Qancha palasa, 2 ta palasa to'laganman. O'sha yerda palasaga qo'yilgan ataylab shu anaqa choraqada men tarafga yo'da qanaqa bu sababi bo'ladi? Shuni tushunmadim, shuni so'ramoqchi edim. Qanaqa ishlashinglarni bilmoqchi edim. Mana bitta anaqa radar mana bu tarafdan-da, bu tarafdan radar. U nimani mana bu odamlar o'tayotganda xato qilishadimi?
yoki qizil chiroq o'tganini ko'rishadi. Ko'rmaydi-ku polosani boshman. Faqat mana shu polosaga qo'yilgan radardi, to'g'rimi? Mana shu polosaga qo'yilgan radar. Prezidentimiz polosani olib tashlagandan keyin sen prezidentimizga la'natli o'qigan bo'lsang kerak. Sani pulingni, noningni, mana bunaqa pullaringni olib qo'yganing uchun. Iching qora-ku sani. Anu Kutinbetov bor, keyingi ko'rsatuvda u to'g'risida gapiraman. Kelmading, nomardlik qilding. Boshqa nima derdim. Lekin kelganingda aytardim. Salimboy, sani xursand bo'lganingdan, xursandligingni his qilsam, men ham xursand bo'lardim. To'lagan pulimdan emas sani. Qara, 22 kun o'tgandan keyin sen menga aniqlabsan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ko'rib chiqdi. 23 aprel 2024-yil kuni agar 48 soatsizlik huquqbuzarlik aniqlanmasa, xabar berilma, sen berilgan masha aniqligini bergan nimani o'sha qaror bo'yicha bekor qilish belgilangan deb anaqa bu yozyapti-da 48 soat. Sen 48 soat emas, 20 kundan keyin aniqlab beryapsan. Shuni so'ramoqchi edim. Bu deputatlarni sen taniysanmi? Deputatlarni obro'si bormi? Deputatlar o'zi kim u? Sen bilasanmi? Shuni so'ramoqchi edim. Deputatlar bu qo'qirchoq sening uchun, u odam emas. Prezidentimiz senga kim deb so'ramoqchi edim sendan, xolos. Sen o'zi kimsan deb. Men yaxshi bilaman. Sen o'zing uchun kimdirsan? Men uchun dushmansan. Xalqimiz uchun vatan xoinisan. Shuni bilib qo'ygin. Salimboy. Hech qachon hayoting bo'lmasin. Bolalaringning rohatini ko'rish senga nasib qilmasin. Ularning xotirjam yashashi senga nasib qilmasin. Uying kuysin. Xorizor bo'lgin. Men yoshimga kirganda gadoy bo'lgan. Allohu akbar.